Bu video darsi orqali biz 47-topik 1 imtihoni Tetki tong hapni o'qib, birinchi va ikkinchi testni tahlil qilamiz. Keyingi videolarda 3 va 4-si ham albatta bo'ladi. Demak, sharti taymil tutko, pogiva kachi, murome mannin tedabil ko'rishibsho. Quyidagini eshitib, namuna bilan o'xshash savolga mos javobni toping. Namuna kongburil heyo, ya'ni o'qiysizmi, dars qilasizmi? Ne kongburil heyo, ha o'qiyman, dars qilaman. Anyo kongbu yeyo, yo'q, bu o'qish. Ne kongbuga aniyeyo, ha o'qish emas. Anyo kongburil choa heyo, yo'q, o'qishni yaxshi ko'raman. To'g'ri javob 1 edi. Bu namuna. Endi birinchi testimizga e'tibor qiling. 4 ball berar ekan, ayol gapiryapti. Chegi manayo, kitob ko'pmi deyapti. Chek degani kitob, manayo degani ko'p va savol berishda ko'pmi deb savol berilyapti. Ne chegiyeyo, ha bu kitob. Anyo chegi soyo, yo'q, kitob bor. Ne chegi manayo, ha kitob ko'p, ha kitob ko'p. Va to'g'rinchisi anyo chegi choyo, yo'q, kitob yaxshi deyilyapti. Bizda to'g'ri javob 3 bo'ladi. Ikkinchi testimizga e'tibor qiling. 4 ball berilar ekan. Erkak aytayaptiki, chusiril mashoyo. Chusi degani sharbat. Mashida degani ichmoq, hozirgi zamonda mashoyo. Va savol berilyapti, sharbat ichasizmi? Sharbat ichasizmi deyilsa, ne chusiga olib so'yo. Ha sharbat yo'q. Anyo chusiril choahiyo. Yo'q, sharbatni yaxshi ko'raman. Ne chusiga aniyeyo. Ha sharbat emas. Va 4 qoladi. Anyo chusiril an mashoyo. Yo'q, sharbatni ichmayman. Ichmayman. Bizda shunda to'g'ri javob 4 bo'ladi.